Disleksiyani tushunish uchun 5 ta fakt. Disleksiya 100 yildan ortiq vaqt avval kashf qilingan, ammo hali ham ko'p odamlar uni to'liq tushunmaydi. Disleksiya juda keng tarqalgan. Har 5 odamdan birida disleksiya bor. Disleksiya avloddan avlodga turlicha ko'rinishda va turlicha darajada o'tishi mumkin. Disleksiya nevrologik holat. U miyaning yozma va og'zaki ma'lumotni qayta ishlash tarziga ta'sir qiladi. U ko'rish yoki eshitishdagi jismoniy muammolar sababli yuzaga kelmaydi. Biroq disleksiya faqat o'qish va imlo xatolari bilan bog'liq emas. U xotira, ketma-ketlikni tushunish va tashkil qilish qobiliyatiga ham ta'sir qiladi. Disleksiya har bir odamda har xil namoyon bo'ladi. Shuning uchun quyidagi qiyinchiliklarni tushunish muhim. Qayta ishlash tezligi, fonologik ong, eshitib tushunish, eshitilgan ma'lumotni qayta ishlash, ijro funksiyalari, ishchi xotira. Ba'zi odamlarda disleksiya yengil bo'lishi mumkin, boshqalarda esa bir vaqtning o'zida bir necha sohalarda jiddiy qiyinchiliklar kuzatilishi mumkin. Screening, ya'ni boshlang'ich baholash tekshiruvi shu sohalarning barchasini qamrab olishi kerak. Lekin hatto yengil disleksiyaga ega bolalar ham maktabda qo'shimcha yordamga muhtoj bo'ladi.